Agar siz oyiga 50 ming dollar yoki 600 million so'm maosh oladigan ishda ishlasangiz, taxminan 8 million yildan keyin 400 milliard dollar ishlab topgan bo'lasiz. Ha, bu juda katta summa, lekin bu boylik allaqachon Elon Muskda mavjud va u dunyodagi eng boy insondir. Va men sizga bu faktni aytib ulgurguncha, Elon Musk yana yuzlab ming dollar ishlab olmoqda. Lekin eng qiziq fakt shundaki, Elon tarixdagi eng boy odam ham emas, hattoki yaqiniga ham kelmaydi. Tarixga nazar tashlasak, Elonni kambag'al ko'rsatib qo'yadigan shaxslar bo'lganini ko'ramiz. Keling, tarixda yashagan eng boy insonlar bilan tanishamiz. Avvalo 80-yillarning oxiriga qaytamiz va kolumbiyalik milliarder Pablo Escobardan boshlaymiz. U haftasiga 420 million dollar ishlab topardi, ammo inflyatsiyani hisobga olganda uning boyligi atiga 80 milliard dollarga yetgan. To'g'ri, hujjatlar bilan hisoblaganda u hatto Elonni ham yenga olmaydi. Pabloning boyligi aksiyalar yoki siyosatga bog'liq emas edi. Unda pulning o'zi bor edi, ya'ni naqd dollarlar. U pulni bog'lab turish uchun haftasiga minglab dollarlarni rezina uchun sarflagan va har yili pulning chirib ketishi unga 2 milliard dollarga tushgan. Shuning uchun Pablo tarixdagi eng boy odam bo'lmagan, lekin faqat naqd pul haqida gapiradigan bo'lsak, ehtimol u eng boy bo'lgan. Keling, endi navbatdagi nomzodga o'tamiz. 1909-yilda Adolf Hitler uysiz edi. U Vena shahriga rassom bo'lish orzusi bilan ko'chib kelgan, lekin ishlar unchalik yaxshi ketmagan. Uni san'at maktabiga qabul qilishmagan va u kun ko'rish uchun arzimagan kartina hamda ochirkalar sotib, yotoqxonalarda tunab yurardi. Birinchi jahon urushida qatnashgach va siyosiy faol bo'la boshlagach, u hukumatni kuch bilan ag'darishga harakat qilgan. Aynan shu davrda Hitler o'yin ishlab chiqaruvchi buyruqlarga kirish imkoni borligini tushungan. Hitler qanday qilib shaxsiy manfaat olishni bilgan bo'lsa-da, uning haqiqiy boyligi harbiy kuchda edi. 1942-yilda natsist Germaniyasi deyarli butun Yevropani nazorat qilgan. Yuzlab milliard dollarlik boyliklarni talon-taroj qilib, millionlab odamlarni majburiy mehnatga solgan. Shu tariqa Hitler o'zining bosqinlari orqali 3 trillion dollarlik resursga egalik qilgan. Ba'zi manbalarga qaraganda, u talon-taroj qilgan boyliklarning 3dan 1 qismini yahudilardan tortib olgan ekan. Keling, vaqtni orqaga, yana ham uzoqroqqa qaytaramiz. Mutlaqo boshqa turdagi boylikka. Iosif Stalin, Sovet ittifoqining kommunist rahbari, pulga deyarli qiziqmagan. Uning shaxsiy narsalari deyarli yo'q edi. Bir nechta chubuklar, kitoblar va oddiy harbiy kiyim xolos. U oddiy fuqarolarga qaraganda yaxshi yashagan bo'lsa-da, lekin u hashamatda yashamagan. Hozirgi qiymatga ko'ra uning rasmiy oyligi oyiga 30 ming dollar bo'lgan. Stalin texnik jihatdan pulga ega bo'lmasa ham, tarixdagi eng boy odamlar qatoriga kirishning sababi unga pulning o'zi kerak emasdi, chunki u butun davlatni boshqargan, ya'ni dunyoning yarmini. Uning hokimiyatiga shubha tug'diradigan hatto hazil aytish ham odamni gulagga yoki qatlga olib borardi. Stalin shunchalik hokimiyatga ega ediki, u insult bo'lib yotib qolgan paytda hech kim 12 soat davomida shifokor chaqirmagan, chunki u o'ziga kelsa, ruxsatisiz harakat qilingani uchun jazolanishdan qo'rqishgan. Shunday qilib Stalin qog'ozda kambag'al bo'lsa ham, bugungi kunda 10 trillion dollar turadigan iqtisodiyotga to'liq egalik qilgan. Demak, tarixdagi eng boy odamni topish uchun biz faqat puldan kattaroq narsalarni hisobga olishimiz kerak. Bu videoda har bir odam turli davrni va turli turdagi boylikni, siyosiy qudratni, naqd pulni yoki kompaniya ulushini ifodalaydi. Oxirida esa shulardan biri tarixdagi eng boy inson deb topiladi. Lekin tarixdagi eng boy odam undan ham oldin yashagan bo'lishi mumkin. 1324-yilda bir odam Afrikadan haj safariga otlanadi. Uning ismi Mansa Musa. U Mali imperiyasining qiroli edi. Malida juda ko'p tuz va juda ko'p oltin bor edi. Juda ko'p. Shunchalik ko'pki, Musoning haj safarida o'zining 60 ming kishilik karvonini yuzlab tuyalarni tonnalab oltin bilan bezab olgan va u shunchalik ko'p oltin tarqatganki, mahalliy iqtisodiyotlar izdan chiqqan. Ammo Musoning boyligini hisoblash deyarli imkonsiz. Musa dunyoning yarmiga yaqin oltin zaxirasini nazorat qilgan. Eng ko'p uchraydigan raqam 400 milliard dollar. Lekin bundan ham kattaroq taxminlar bor. Ammo undan 100 yil oldin butunlay boshqa turdagi boylik egasi bo'lgan odam yashagan. 1200-yillarning boshida Chingizxon tarixda hech kim egallamagan darajada katta hududni boshqargan. Uning Mongol imperiyasi yerning 20% ga yaqin quruqlik maydonini egallagan va bu bugungi boyligi taxminan 130 trillion dollar atrofida bo'lar edi. Chingizxonning o'zida deyarli shaxsiy boylik bo'lmagan va aynan shu uning kuchi edi. U talon-taroj qilingan boylikni o'zi uchun olmay, askarlari va qo'mondonlariga
odamlarga bo'lib berardi va bu unga bo'lgan sadoqatni yanada oshirardi. Chingiz o'z odamlari bilan bir xil kiyim kiygan, bir xil ovqat yegan, u chodirlarda yashagan, vafotidan keyin esa qabrga hech qanday belgi qo'ymaslikni vasiyat qilgan. Chingizxon shaxsiy boylikka intilmagan, lekin u boshqargan hududlar bo'yicha tarixdagi eng boy inson bo'lishi mumkin edi. Lekin bu sanoat magnatlaridan ham oldin butun imperiyalarni moliyalashtirgan bir oila bor edi. 1744-yil Amerika Qo'shma Shtatlari hali mavjud bo'lmagan. Odamlarning o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 30 yil. Shaharlar axlatga to'la, elektr esa yo'q. Shu sharoitda kichik yahudiy gettosida Mayer Amschel Rothschild tug'iladi. 1800-yillarning boshlarida u o'zining bosqinini boshlaydi. Rothschild o'zining 5 o'g'lini Yevropaning 5 muhim moliyaviy markaziga yuboradi. Har bir o'g'il o'z vazifasini bajaradi va telefon ixtiro qilinishidan oldin Rothschildlar dunyodagi birinchi xalqaro bank tarmog'ini yaratadi. Ular urushlarni ham, tinchlik davridagi tiklanishlarni ham moliyalashtirishadi. Ammo Rothschildlarning jiddiy muammosi bor edi. Asrlar davomida Yevropadagi yahudiylarga yergalik qilish taqiqlangan. Ko'plab sanoatlarga kirishlarga yo'l qo'yilmagan va mulklarning tortib olinishi yoki surguni xavfi mavjud bo'lgan. Shu sababli tirik qolish uchun Rothschildlar faqatgina oltin yoki ko'chmas mulk emas, balki aksiyalar, obligatsiyalar va qarz qog'ozlariga sarmoya kiritishgan, ya'ni yo'q qilib bo'lmaydigan yoki tortib ola olmaydigan aktivlarga. Ular boylikning oila ichida qolishini ta'minlash uchun yana bir usul ishlatishgan: qarindoshlik texnikasi. Moliyaviy hiylalar va qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar orqali Rothschildlar ko'p asrlar davomida ta'qibdan qochishga muvaffaq bo'lishgan. Ammo bugungi kunda ularning boylik darajasi juda katta bahs-munozara ostida. Ba'zi manbalar Rothschildlar hozir 500 trillion dollarlik boylikka ega deb da'vo qiladi. Hozirda Rothschildlarda markazlashgan oilaviy boylik deyarli qolmagan, ammo o'z cho'qqisida ularning umumiy boyligi tarixdagi eng katta shaxsiy boylik bo'lgan bo'lar edi. Endi savol: tarixdagi eng boy odam kim? Elon Musk bugungi 400 milliard dollar boyligi bilan tarixdagi eng boy odam bo'lib qolmoqda va albatta kelajakda kimdir undan ham boy bo'ladi. Lekin tarix shuni ko'rsatadiki, bu bilan birga boshqa odamlar ham boyib boraveradi. Tarix bu narsani isbotlagan. Unda odamlar har doim bir-birlariga azob berishning yangi yo'llarini qidirishgan. O'tmishga nazar solsak, ba'zi sivilizatsiyalar boshqalarni jazolash uchun eng shafqatsiz usullardan foydalanganini ko'ramiz. Siz ekranga yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. Qaynatish qozoni 7-9 asrlar oralig'ida Yevropaning ayrim hududlarida, ayniqsa Angliya va Fransiyada qo'nalgan og'ir jazo edi. Bu usul asosan xiyonat, qalbaki pul tayyorlash yoki ayrim hollarda sehrgarlikda ayblanganlarga nisbatan qo'llanilgan. Jazo odamni qaynoq suyuqlik, suv yoki moy to'ldirilgan qozonga solishni o'z ichiga olgan. Ba'zi hollarda odam to'liq sho'ng'itilgan, ba'zida esa jarayon asta-sekin bajarilgan. Suyuqlikning yuqori harorati ko'pincha qaynash darajasidan ham yuqori bo'lgan va tanaga chidab bo'lmas darajada og'riq bergan. Bu jazo boshqalarga saboq bo'lishi uchun qo'llanilgan va odamlarni shunga o'xshash jinoyatlardan qaytarish maqsadida ko'zlangan. Bunday jazolar ko'pincha o'z mamlakatiga yoki hukumatiga xiyonat qilgan, eng og'ir jinoyatlar sodir etgan shaxslarga qo'llanilgan. Ba'zi hududlarda qalbaki pul tayyorlash ham shu jazoga sabab bo'lgan. Sehrgarlikda ayblanganlar ham, ayniqsa sehrgarlarni ovlash faol bo'lgan joylarda bu jazoga tortilgan. Azobli nok. Azobli nok bu tarixiy qurilma bo'lib, yomon obro' qozongan. Garchi tarixchilar uning haqiqatan ham qanchalik tez qo'llanilganiga ishonch hosil qilmaganlar. Bu metall nok shaklidagi asbob bo'lib, ma'lum jinoyatlar uchun jazo sifatida ishlatilgan deyiladi. Mexanizmni aylantirish orqali qurilma kengaygan va bu jarayon juda yoqimsiz bo'lgan. Qadimgi manbalarga ko'ra, bu asbob kufr, bid'at yoki hokimiyatni tanqid qilishda ayblanganlarga nisbatan qo'llanilgan. Sehrgarlikda yoki zino qilishda gumon qilingan ayollar ham bu bilan qo'rqitilgan. U tez ishlatilganmi yo'qmi noma'lum. Biroq shunchaki bu asbob bilan tahdid qilishning o'zi odamlarni qo'rqitish yoki iqror bo'lishga majbur qilish uchun yetarli bo'lgan. Ispaniya inkvizitsiya davrida ishlatilgan kamroq ma'lum qiynoq usullaridan biri bu Yahudo beshigi edi. Qiziq tomoni shundaki, bu usulni qo'llaganlar uni insonparvar deb hisoblashgan. Oddiy ko'rinishiga qaramay Yahudo beshigi bid'atchilar uchun dahshatli taqdirni anglatardi.
Qurilmaning o'zi 3 oyoqli stulga o'xshash, uchli yog'och piramidaga ega bo'lgan, juda sodda tuzilmadan iborat edi. Ammo unga o'tirish o'ta darajada azobli bo'lgan. Qiynoq xonasida qurbonning qo'llari va oyoqlari arqonlar bilan bog'lab, tishli g'ildiraklar yordamida sekin-asta Yahudo beshigining ichiga tushirilardi. Ba'zida qo'shimcha og'irlik ham qo'yilar edi va qurilmaning uchi qurbonning tos sohasini, ya'ni anal teshigini teshib o'tardi. Yahudo beshigining g'oyasi italiyalik bir advokatga tegishli aytiladi. Qonli burgut. Qonli burgut vikinglar tomonidan o'rta asrlarda ishlatilgani aytilgan. Mashhur va bahsli jazo yoki qatl usuli. Bu jazo uslubi odatda dushmanlar yoki xoinlarga, ko'pincha yuqori martabali shaxslar yoki og'ir ayblovlar qo'yilganlarga nisbatan qo'llangan. Qadimgi Norvegiya sagalarida bu ramziy va dramatik marosim sifatida tasvirlangan. Tarixga ko'ra, odam tiz cho'kkan yoki yotgan holda bo'ladi va uning orqa qismidagi terisi xuddi burgut qanotlari kabi ishlanib, arqon bilan osib qo'yiladi. Bu jarayon shuhratni tiklash, jazolash yoki qasos olish maqsadida amalga oshirilgan. Ispaniya inkvizitsiya davrida diniy fanatizm va ta'qiblar avj olgan paytda aynan bidiyatchilar uchun maxsus yaratilgan qurilmalar paydo bo'ldi. Bu davrda musulmonlar va yahudiylar kabi katolik bo'lmaganlar o'z diniy e'tiqodlari tufayli shafqatsiz ta'qib va qiynoqqa duchor bo'ldilar. Ularning yashash joylari tintuv qilinar, bidiyatchilar tan olishga majbur etilardi. Ayblovni tan olganlar turli qiynoqlar bilan jazolangan. Aybsizligini isbotlashda qat'iyatli bo'lganlar esa oxir-oqibat qatl qilingan. Shu qorong'u davrda ishlatilgan buyumlardan biri bidiyatchi vilkasi edi. Bu asbob bo'yinga qattiq bog'langan charm kamar va undan 2 uchli temir chiqib turadigan shaklda edi. Bir qurilmaning uch tomog'iga, ikkinchisi esa ko'krak suyagiga taqalgan. Ko'rinishi oddiy bo'lsa-da, bidiyatchi vilkasini taqish chidab bo'lmas og'riqni keltirib chiqarardi. Boshni qat'iy bir holatda ushlab turish o'tkir tig'li temir terini teshib yuborishning oldini olishi mumkin edi. Lekin odamning sabri va kuchi chegaralangan. Asbobning asosiy maqsadi bidiyatchilarni aybiga iqror qilish edi. Biroq u tan olganlarni ham jam saqlash uchun ishlatilgan. Hozirgi kunga kelib ham g'ildirakda sindirish tarixdagi eng dahshatli qatl usullaridan biri sifatida qolmoqda. Bu usul odatda eng og'ir jinoyatchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, chidab bo'lmas og'riq va azob yetkazish maqsadida qo'llanilgan. Jarayon esa katta olomon ishtirokida amalga oshirilgan. Bu jazoga mahkum qilinganlar ikki qo'rqinchli ehtimolga duch kelardi: g'ildirak yordamida sindirilish yoki g'ildirak ustida sindirilish. Jarayon tugagach, qurbonlar ko'pincha soatlab yoki hattoki kunlab g'ildirakda qoldirilgan. Singan qo'l-oyoqlari g'ildirakning ilmoqlariga aralashib, sekin va azobli o'limga olib kelgan. Ushbu usul Rim imperiyasidan kelib chiqqan bo'lib, dastlab azob yetkazish maqsadida ishlatilgan. Odatda qullar yoki nasroniylar qurbonga aylangan. O'rta asrlarda qiynoq qonuni hisoblangan va hokimiyat tomonidan sud jarayonining bir qismi sifatida amalga oshirilgan. Qiynoq xonalari ko'pincha qamoqxona yoki hukumat binolari ichida tashkil etilgan. Ammo shunday bir qurilma borki, u shafqatsizligi bilan afsonaviy maqomga ko'tarilgan. Bokira temir deb ataluvchi ushbu qurilma odam bo'yi keladigan temirdan yasalgan tobut yoki shkaf edi. Qurilmaning ichki qismi mixlar yoki tikanlar bilan qoplangan bo'lib, ular qurbonning tanasiga azob berish va jarohat yetkazish uchun strategik joylashgan edi. Qurbon qurilmaga majburan kiritilar va eshiklar yopilganida tikanlar tanani teshib o'tardi. Tikanlar darhol o'ldirish uchun yetarlicha uzun bo'lmasligi mumkin, lekin ular muhim organlarni teshib, qurbonni sekin-asta qon yo'qotishdan halok bo'lishiga olib kelardi. Maqsad qurilma ichida qolgan odamni sekin va azobli o'limga mahkum qilish edi. Ba'zi hollarda bokira temir shahar maydonlarida jinoyatchilikning oldini olish maqsadida qo'yilgan va aholiga qo'rquv solgan. Kengu jazolash qurilmasi esa Xitoy va Sharqiy Osiyoning boshqa hududlarida, jumladan Janubiy Koreya va Vyetnamda uzoq vaqt davomida qo'llanilgan an'anaviy jazo va ommaviy tahqirlash vositasi edi. Ushbu amaliyot Tang sulolasidan boshlangan va asrlar davomida qo'llanilgan. Kengu markazida odamning bo'yi uchun teshik bo'lgan katta va og'ir yog'och taxtadan iborat edi. Yevropadagi sharmanda kursidan farqli o'laroq, kengu ba'zan ko'chma bo'lib, uni taqqan odamning harakatini cheklab qo'yardi. Bu jazo shakli aybdorni hammaga ko'rsatish va boshqalarga saboq bo'lish uchun mo'ljallangan. Odatda jinoyatning mohiyati taxtaning ustiga yozib qo'yilardi. Shunda yo'lovchilar nima uchun bu odam jazolanganligini bilib olishlari mumkin edi. Kengu odatda yengil jinoyatlar, o'g'irlik, firibgarlik yoki jamoat tartibini buzish uchun qo'llanilgan. Ba'zan qarzini to'lay olmaydiganlar yoki hokimiyatga nisbatan hurmatsizlikda ayblanganlar ham bu jazoga tortilgan. Ayrim hollarda kengu taqqan odamlar bozor yoki qishloq markaziga qo'yilib, qo'rquv va ijtimoiy tartibni saqlashga xizmat qilgan. Oila a'zolari yoki unga hamdard bo'lganlar
mehmonlar, oziq-ovqat va ichimlik olib kelishlari mumkin edi. Lekin bu ko'pincha vaziyat va mahalliy urf-odatlarga bog'liq bo'lardi. Bugungi kunda bu amaliyot endi qo'llanilmaydi. Biroq keyingi o'tmishda jamiyatlar tartib va hokimiyatni qanday boshqarganini yorqin bir namunasi bo'lib qolmoqda. Mis buqa deb ataluvchi yana bir usul qadimgi Yunonistonda ma'lum bo'lib, tarixda dahshatli qatl vositasi sifatida tanilgan. Miloddan avvalgi 6-asrga taalluqli bo'lgan bu vahshiyona qurilma o'z qurbonlariga chidab bo'lmas azob yetkazish uchun yaratilgan edi. Misdan yasalgan ichi bo'sh buqa shaklidagi haykalga qurbonlarni joylashtirishgan, batagidan olov yoqilgan. Mis buqa maxsus akustik qurilma bilan jihozlangan bo'lib, buqaning chuqur bo'kirishiga o'xshash ovozga aylantirilgan. Akragas, hozirgi Sitsiliya shahridan chiqqan rivoyatga ko'ra, zolim hukmdor Falaris saroy rassomi Perialus yordamida mis buqani joriy etgan va shu yo'l bilan aholiga qo'rquv solgan. Ammo Falaris ixtiro qilgan bu qurilmaning vahshiyligidan o'zi ham larzaga tushgan va Perialusga bu qurilma qanday ishlashini ko'rsatishni buyurgan. Perialus buqaning ichiga kirganida Falaris qurilmani yasagan odamning o'zini azobli jazoni tatib ko'rish uchun buqaning tagiga olov yoqishni buyurgan. Natijada bu dahshatli qurilmani yasagan inson shunday dahshatli tarzda jazolangan. O'rtadan arra bilan kesish tarixdagi eng mashhur jazolash usullaridan biri bo'lib, turli dinlarga nisbatan qo'llanilgan deyiladi. Tarixiy ma'lumotlarda bu jazo ochiqcha va ramziy maqsadda qo'llanilgan. Ko'p hollarda odam teskari osilgan. Shunda qon bosh tomon oqib, hushyorlik uzoqroq saqlangan. Shundan so'ng odatda 2 kishi bilan boshqariladigan katta arra yordamida jarayon bajarilgan. Rimliklar xochga mixlash bilan mashhur bo'lgan bo'lsa-da, ayrim tarixiy hujjatlarda arra bilan kesish ham alternativ jazo sifatida tilga olingan. Bu usul qadimgi Xitoy qonun hujjatlarida ham og'ir jinoyatlar uchun kam qo'llanilgan, ammo ramziy jihatdan juda og'ir jazo sifatida qayd etilgan. Bosh ezuvchi o'rta asrlarning eng dahshatli qurilmalaridan biri bo'lib, asosan Yevropada ishlatilgan. Bu asbob psixologik bosim va og'riq yetkazish uchun mo'ljallangan bo'lib, ko'pincha iqror bo'lishga majbur qilish yoki og'ir jinoyatlar uchun jazolashda ishlatilgan. Bosh ezuvchi mustahkam metal ramkadan iborat bo'lib, odamning boshi joyida ushlab turilgan. Pastda iyak uchun tayanch va yuqorida boshni yopib turish uchun metal qopqoq bo'lgan. Mexanik vint tizimi yordamida bosim asta-sekin oshirilgan va bu og'riqni ayniqsa iyak va yuzda chidab darajada kuchaytirgan. Qurilmaning maqsadi doimiy zarar yetkazish bo'lmasa-da, u asosan qo'rqitish yoki so'roq qilish vositasi sifatida ishlatilgan. Bu qurilma ba'zan Ispaniya inkvizitsiya davrida ham qo'llanilgan. Barcha bu usullar ichida eng ko'p odamlar qochishga harakat qilgan jazo turi teri shilish jazosi edi. Flying bu odamning tanasidan terisini shilish amaliyoti bo'lib, tarix davomida turli madaniyatlarda jazo, qiynoq yoki qatl usuli sifatida qo'llanilgan. Teri shilish odatda pichoq yoki qilich kabi o'tkir asboblar yordamida amalga oshirilgan. Bu jarayon nihoyatda og'riqli bo'lib, ko'pincha og'ir jarohatlar va o'limga olib kelgan. Ba'zan bu jarayon tirik odamga nisbatan, ba'zan esa vafotidan keyin qo'shimcha tahqirlash yoki boshqalarga ogohlantirish maqsadida amalga oshirilgan. Bizni qitqlashganida tanamizda tingillash, qittiqlash va titroq kabi jismoniy sezgilar paydo bo'ladi. Bu esa dam olish, xotirjamlik va hatto zavqlanish hissi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin bu ishni echki tili bilan qilsa-chi? Tanamiz qanday javob berishni bilmaydi. Qittiqlashda nerv tolalari faollashadi va miyamiz buni sezgi tebranishi va og'riqning uyg'unligi sifatida qabul qiladi. Echki bilan qittiqlash usuli qadimgi Rimda jazolashning bir turi sifatida qo'llanilgan deb aytiladi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, qurbonning oyoq tuzli suvga botirilgan va echki shu suyuqlikni yalash uchun olib kelingan. Echkining qo'pol til tuzilishi dastlab qitqilash hissini bergan, ammo har bir yalash bilan bu tajriba tobora og'riqli bo'lib borgan va nihoyat chidab bo'lmas darajaga yetib, tanaga zarar yetkazgan. Tilni jilovlash temiri 10-13 asrlar oralig'ida asosan Britaniya va Yevropaning ayrim hududlarida ishlatilgan jazo vositasi edi. Bu asbob asosan baland ovozli, g'iybatchi yoki hurmatsiz deb hisoblangan odamlarni, odatda ayollarni jim qilish va ularni ochiqcha tuzatish uchun mo'ljallangan edi. Bu jilov boshqa niqob yoki temir qafas shaklida o'rnatilgan. Ichida esa odatda tilni pastga bosib turadigan temir plastinka bo'lgan. Bu gapirishni juda qiyinlashtirgan. Ba'zi versiyalarda qo'ng'iroq yoki hayvon shaklidagi bezaklar bo'lib, ular odamlarning e'tiborini tortgan. Qo'ng'iroqlar tovushi esa odamlarni jalb qilib, jazolanuvchilarni yanada ko'proq tahqirlagan. Bu jilov mahkamlanganidan keyin uni o'zi yechib bo'lmasdi. Ba'zida jilovlangan odamlar ko'cha-ko'yda aylantirilib, tomoshabinlar ularni ko'rib kulishgan yoki izoh berishgan. Jazo faqatgina ayollar uchun emasdi, biroq ko'pincha ayollarga nisbatan qo'llanilgan. Bu esa ularning xatti-harakatlarini ijtimoiy me'yorlar orqali nazorat qilishga urinishni aks ettirgan.
Bu qiynoq jazolari haqida fikringiz qanday? Hozirgi qamoq jazosi bilan jinoyatchilarni jazolash ko'proq samara beradimi? Yoki yuqorida ko'rsatilgan qiynoq usullari jinoyatchilarni kamaytirishga yordam beradimi? Fikringizni albatta izohlarda qoldiring.